savollardan biri qizil avtomobil haydovchisi qaysi yo'nalishlarda harakatlanishga ruxsat berilgan. Xo'p, ko'rib turgan bo'lsak, bizda rasmda suratda ko'rsatilgan qizil avtomobil chorrahaga yaqinlashib kelyapti va u chetki chap tasmadan harakatlanib kelyapti. Demak, bizda belgilar bor va undan tashqari yotiq chiziqlar bilan harakat yo'nalishlari ko'rsatib qo'yilgan. Bizda tasmalar bo'yicha harakatlanish mumkin deb nomlangan axborot ko'rsatish belgisi, ya'ni ko'k rangdagi belgi tepada ko'rsatib qo'yibdi. Chetki chap tasmadan faqatgina chapga burilish yoki qayrilib olish mumkin, lekin bizda yotiq chiziq esa to'g'riga ham harakatlanish mumkin. Va undan tashqari chapga va qayrilib olishga ham ruxsat berilgan deyapti. Hozirda bizda ikkala holatda bizga zid bo'lib qolyapti. Belgi faqatgina chapga yoki qayrilib olishga ruxsat beryapti. Undan tashqari esa yotiq chiziq esa to'g'riga harakatlanish mumkin degan ma'noni beradi, lekin belgi bizga mumkin emas degan narsani ko'rsatib turibdi. Demak, bizda ko'pchilik chalg'ib qolishadi. Bizda variantlar bor to'g'riga va chapga va qayrilib olishga va faqat chapga degan belgilar. Ko'pchilik bu ikki holat bir-biriga zid bo'lgani uchun qaysi variantni belgilashni bilmay qolishadi. Demak, bizda bir qoida bor. Agar bizda belgilar va yotiq chiziqlar bir-biriga ma'no jihatdan zid keladigan bo'lsa, biz har doim belgilarga bo'ysunishimiz kerak, chunki yotiq chiziqlar eskirgan bo'lishi mumkin yoki noto'g'ri chizilgan bo'lishi ham mumkin. Demak, bizda belgilarga amal qilgan holatda hozirda bizga chapga va qayrilib olishga ruxsat beryapti, to'g'riga harakatlanishimiz mumkin emas. Demak, hozirda to'g'ri javob sifatida F2 ni chapga va qayrilib olishga degan variantni belgilaymiz.